Sizga yangi yil munosabati bilan Abdushukur Muhammad Emin buvimizning nihoyatda donliq nasridan biri Qarag'ay xiyollarini o'qib beray. Tog' bag'rini bag'irlab oqqan kichkina jilg'a suyi toshdan toshqa so'qilib, kuvajab, ushshaq bujg'unlar chechib, o'z iqimida teyiz soylar, teran honglar va cho'qchaygan qoram toshlarni qoldirib, million yildan beriqi shivirlagan naqshlarini takrorlab, ravon bo'lmoqda. Tog' bag'rini qoplab, buluq qad ko'targan cheksiz qarag'ayliq, vijildab shivirg'anliq qar chachqunlari bilan soqol burutlarini ushdek zinnatlab, ba'ayni qadimki chavandozlardek azimat gavdasini jilg'a bo'yiga qartib, olam karomatlarini kuzatmoqda. Amdilatin üstüge to'zg'aqdek pay taqagan qorliq sohil lebida sumbat qarg'aylar oldidan xuddi tixma zich mahallalardagi g'ayvatxumor xotinlardek hayotlikning ajoyib g'aroyib personajlari bir-birlab o'tishga boshladi. Ana terak parchalaridan planeta yasab, o'z samarlarini do'milatib, mudirib, yiqilib, herib, teliqib, dirildab ketayotgan qo'ng'iz. Ana oldidala tenab tamtirab, kuzgi semizligi bilan qish g'amida poypetek ketayotgan qo'ng'izning ajalini nashriga to'xtatib, g'irqiratib, xirs silayotgan sehrli yilon. Ana quyruqlarini ichiga tiqib, so'kuldab ketayotgan so'zinchoq uruq qanjuqning orqasidan holuqib, hasirab hömödeb, bir-biridan battarrak yo'rg'ilashib ketayotgan bir to'p it. Ana hammani ansizlikka silib, cho'chitib, ko'ranglab ketayotgan it Ana hammani ansizlikka silib, cho'chitib, ko'ranglab ketayotgan it qo'shgan chana. Uningda tulki juvisiga purkinib, iyiq terisini ko'rpisida zo'ngzaygan birsining bo'ri tumshiqi nasval qapqadek ko'rinib turibdi. Chanadagi ikki arg'amchida 5 dan 10 xuddi ma'bud yo'tkigan rohiblardek zo'q sho'xlari bilan o'ynaqlab yugurishmoqda. Ana oq tulparga oq to'shqan terisidan tayyorlangan oq juviga o'ralgan oq qudak oppoq qizni singab o'ltirg'izib, almisoqdan qiyomatgacha bo'lgan rohat va omadning haqiqiy xazinasini ko'tarib, naqshidak oq qor ustida oq mamuqdek uchib ketayotgan oshq mashq. Ana to'luqdek ig'ir badanini so'rab timiz qilib, yer iskab, uyoq buyoqdan qolgan qoldiqlarni qo'ymay terishtirib ketayotgan qiyr eyiq. Yana shivirg'anlar quyundab o'tdi. Shildirlagan suv kumush qo'ng'iroqliq ma'bisini choptirib, jahondan parvoyi pilak eqib ketaverdi. Hammani kuzatgan va ko'ngliga pukkan pishqadam azimat qarg'aylar, g'ayvatlar, qas-ko'namlar, paskashliklar bilan haqiqiy halol so'ygi muhabbat haqida qachon ig'iz ocharki? Rahmat. Tegedi. Rahmat. Arif nomidan Ariya qizim bu. Rahmat.